Bugün mana Valvers'dan original motor, original plata 8 xillik Magic Clip'ga buni ustanovka qilishni ko'ramiz. Ketdi. Eski plata bilan motorni sug'urib olishdan boshlaymiz. Mana original motorlar, mana amerikanskiy motorda mana bunday belbog'i bo'ladi. O'zimizning mana bunday motorlarda yo'q. Rossiya rangi kelgan qo'ydi. Valversiya. Original platamiz ko'rib olamiz. Xo'sh. Shunday holatga bo'ladi. Svetcha hamma narsasi o'zicha bo'ladi. Komplektatsiya. Aytishlaringiz mumkin, so'mmasi necha pul bo'ldi deb. So'mmasi qiziq. 340 ming so'mga kelasi yetib keldi. Bu narsalar aytsa bo'ladi. 300 mingga mashinka bilan yo'q. Men bu mashinkalar stoyt har doim. Magic Clip. Fetlar qiroli. Xo'sh, mana kerakli bo'lgan simlarni ulab oldik. Endi buni mashinka qo'yib ishlatib ko'ramiz. Mana ustanovka qilib bo'ldik. Mana plata, bu yerga motor qotgan. O'zimiz eski xo'sh motorimiz mana ketganicha. Xo'sh, mana ketdik. Hammasi chotki. Mana do'stlar, ustanovkani ham qilib bo'ldik. Mashinkamiz risoladagidek ishlashni boshladi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bemalol aloqaga chiqaveringlar.